Avvalambor assalomu alaykum. Bugun ozgina o'zim haqimda gapirib bermoqchiman. Man Charoz Qaribekovna, familiyam Vohidova. 1990-yilda Jizzax shahrida tavallud topganman. Mana shu shaharda boshlang'ich ta'limimni olganman. 11-sinfni bitirgandan keyin umuman meditsina yo'nalishini tanlashni xohlaganman va shu yo'nalishda 3 yil davomida tayyorlangandan keyin Toshkent tibbiyot akademiyasiga topshirganman va birinchi kirishni o'zidayoq, birinchi imtihonlarni o'zidayoq muvaffaqiyatli stomatologiya fakultetiga kirganman. Mana shu 2008-yildan boshlab mani hayotimda stomatologiyaga qadam qo'yish boshlandi. Ya'ni 2008-yilda topshirib, 2013-yilda institutni bitirganman. Mana shu 5 yil mobaynida o'zim har yili institutdan keyin, ya'ni institut birinchi kursni bitirgandan keyin, har bir kursni bitirgandan keyin albatta praktikaga, ya'ni tajriba qilish uchun klinikaga borardim. Klinika aytib o'tganimdek, o'zimni dadam stomatolog vrachlar. Yoshligimda maktab davridanoq juda ham ko'p narsalarga qiziqqanman. Juda ham hammada bo'ladigan narsa bu menimcha. Nimaga qiziqqan bo'lsam ham hammasida o'rganib ko'rganman, shug'ullanib ko'rganman, chunki oilamizda hech qanaqa bunga nisbatan qarshiliklar bo'lmagan. Ya'ni nima qilib ko'rsamda o'sha narsaga nisbatan har doim qo'llab-quvvatlash bo'lgan. Misol uchun boshida tikuvchilikni sinab ko'rganman. Tikuvchilik sinab ko'rganimda unda ham muvaffaqiyatli bo'lganman, chunki o'qituvchimiz har doim hammani ichida faqat meni maqtardilar. Yoshim eng kichkina bo'lsa-da, hamma narsani tikuvchilik yo'nalishidagi juda ham yaxshi o'zlashtiradi deb aytardilar. Lekin qanchadir vaqtdan keyin bunga nisbatan bo'lgan so'ndi qiziqishim va o'zimizni mana shu stomatologiya yo'nalishi, ya'ni meditsina yo'nalishiga bo'lgan qiziqish oshib boshladi. Lekin bu davrda dadamlar, onamlar mana shu stomatolog bo'lganliklari uchun o'zlari bu sohani qanchalik qiyinligini, nima uchun qanchalik qiz bola, ayol kishi uchun qiyin bo'lishini bilganliklari uchun meni o'qituvchi bo'lishimni xohladilar. Chunki men juda ham yaxshi ko'rardim ingliz tilini. Bolaligimdan shu 6-sinfligimdanmi o'zim o'z xohishim bilan ingliz tiliga qatnardim, ingliz tilini o'rganishni xohlardim. Bizning davrimizda hozirgidek ingliz tili unaqa ko'p tarqalmagan edi, hali ko'pchilik hali bu til haqida ma'lumotga ega emas edi. Lekin nima uchundir menga shu til qiziq bo'lgan va 4-5 yil mobaynida shu tilni o'rganganman. Lekin otam o'ylaganlarki, dadam o'ylaganlarki, shu joyda meni ingliz tili o'qituvchisi bo'ladi. Lekin bu joyda dadamga yo'q deb qarshi chiqqanman va meditsina yo'nalishini tanlaganman, ya'ni aynan stomatologiya yo'nalishini. Bunga sabab bilmadim, umuman o'qituvchilikka o'zimda qiziqish bo'lmagan. Shunchaki ingliz tilini yaxshi ko'rganman xolos. Xo'p, 13-yilda Toshkent tibbiyot akademiyasini stomatologiya fakultetini tugatdim. Bu joydan men o'z ish faoliyatimni ham boshladim. Va mana shu yilda 2013-yilda turmushga chiqdim. Turmushga chiqqanim menga hech qanaqa to'sqinlik qilmadi, chunki men turmush o'rtog'im juda ham tushungan va meni o'qishimga va izlanishlarimga umuman qarshilik bildirmaydigan inson. 2014-yil birinchi farzandli bo'lgandan keyin ordinaturaga topshirdim va 14-yil xirurgiya, oralniy xirurgiya yo'nalishida, og'iz bo'shlig'i xirurgiyasi yo'nalishida ordinaturaga topshirib, shu yo'nalishni boshladim. Davom ettirishni boshladim. Ordinaturani bitirgandan keyin, albatta, xuddi yoshligimda qanday bo'lgan bo'lsa, stomatologiyaning ichidagi yo'nalishlarimda ham qiziqishlarim o'zgargan. Boshida xirurgiyaga juda ham qiziqardim, implantatsiya yo'nalishiga qiziqardim. Lekin mana shu yo'nalishni olib borgan sarim stomatologiyada qiziqishlarim o'zgarishni boshladi va ortodontiya, ya'ni yuz jag' sistemasini to'g'irlash yo'nalishi, ya'ni stomatologiyaning bitta juda ham katta yo'nalishiga qiziqishim oshib ketdi va bu yo'nalishda ham o'zimni har xil o'rganishlarimni, o'qishlarimni boshladim. Birinchi meni bu soha haqidagi fikrim nima uchun buncha qiyin degan bo'lgan. Chunki birinchi marta dadamning klinikalariga borib, o'sha dadamning ishlashlarini kuzatgan vaqtimda nima uchundir bu soha menga juda qiyindek tuyulgan. Chunki har bitta inson bilan gaplashish kerak, har bitta inson ko'ngliga qarash kerak, har bitta insonni umuman olganda tushunishib, u bilan psixologik gaplashib, uni muammosini hal qilib berishingiz kerak. Bu juda ham qiyin tuyulgan men uchun. Chunki yoshligimdan odamovroq qiz edim. Bilmayman nimaga, lekin mana shu soha stomatologiya meni juda ham tubdan o'zgartirdi. Xarakterim, ya'ni o'zimni lичностimni desa ham bo'ladi. Odamovi bir qizdan meni bir nima deydi? hamma bilan kelisha oladigan, hamma bilan gaplashib keta oladigan, til topib keta oladigan ayolga aylantirdi.
Chunki bu ya'ni stomatologiya yo'nalishida kasbimda bizga insonlar keladi va biz u insonlar bilan qanaqa xarakterda bo'lishlaridan qat'iy nazar har birini xarakteriga tushgan holatda gaplashishimiz kerak va til topishimiz kerak bo'ladi. Menimcha boshida dadamni ishidagi mana shu ish menga qiyin bo'lgan. Ya'ni har bitta inson bilan gaplashish men uchun qiyinchilik tug'dirgan bo'lsa kerak. Shunchalik qiyin degandan keyin u vaqtda men hali maktabda o'qirdim. Hali umuman nima deydi, menda unaqa reja yo'q edi. Stomatolog bo'laman degan. Mana shu nimaga buncha qiyin degan orqasidan nimaga buncha qiziq degan savol ham kelgan. Ya'ni men uchun juda ham qiziq tuyulgan dadamning qilayotgan ishlari. Odamlar xursand bo'lib, rahmat aytib chiqib ketishlari, qanaqadir statusga ega bo'lishingiz, bular menimcha har qanday yosh bolani ham, har qanday o'quvchini o'ziga tortsa kerak. Shu narsa menga juda ham qiziq bo'lgan va o'sha joyda men shunga qaror qilganman. Lekin albatta bu qarorim ota-onamga birdaniga ma'qul kelmagan, chunki ular bilishadi, bu soha qiyin, ayol kishi uchun yana ham qiyin. Chunki biz juda ham yaqin kontaktda ishlaymiz. Har doim ham siz ayol kishiga o'ziga nima deydi, rivojlanishingizga xalaqit bermaydigan inson uchramasligi mumkin. Shuning uchun ham bu tomonlama boshida qarshi bo'lishgan. Lekin juda ham o'zimning qarorimda qattiq turib olganman, xohlaganman va o'sha vaqtda ingliz tilini o'rganib yurardim. Ingliz tilini taqataq to'xtatganman va birdaniga mana shu tibbiyot akademiyasiga topshirish uchun kerakli bo'lgan fanlarni o'rganishni boshlaganman. Repetitorga qatnaganman. Qisqasi mana shunaqa, nima deydi, qarorimni ustida qattiq turib olganman.